Ey! Bugun kiyizning ustida tug'ilgan yiqilib yuribgansiz ya. Siz bunga dikkatmadi. Falan pek. Bana. Bana aş içimlikmiş dükkanda. Bam kimşet bam ki. Hey Loben, yaxshimi? Yaxshi. Ma to'koning ilaqa dahshat deydigan duqab suy bama menda. To'rt gözlük işitman kalmamsa aldın kuzuktak turttu. Dahshat bamadı. Munka. Oy. Bak xotandagi mush do'konlarga kirib. Yamadim bo'lsin. Ben şu ben mal bilen boğan kim kırıp kaldım yerge. Ha, to'g'ri. Javobdan. Bir sandiq apiringmi? Bak. Ma to'ko shu ichildisa sandiqning boshima men mal yetmaydi deb adam jiyliq. Aziklega onu xotaga şu budaqıdım. Gap qo'yla hammadan şey gibi üstün aldık çıkıp delimekle. Hazır mı daha sonra bütün bizdeki filmlerimiz yaxshi o'tgan bak Allah bizdeki şu dehşet markalık işimliklerimiz Xota şehriga kirib bo'lgan bo'ldi. Yana adresini to'liq bir dapirni masala o'qimay qolganman. Bu yotgan xarobesniki kecha qizini qarshi deyaptiki, bahar shamili to'p tarqatishlik kuni. Mana do'konga saldiganlar bo'lib qolsin va yoki uyga ishlaydiganlar bo'lib qolsin, shu kirish shamilimi? Bahar shamili. Bahar shamili degan to'p tarqatish kelsanglar, har qanday do'konlarga yetkazib beralaydi. Undan boshqa davomli mas'uliyatimizda yomon pul topsam bo'ldi deydigan bo'lib qolsanglar kelsanglar bo'ladi. Shu undan telefon nomerini bir deyli. Yo sallangchi, langlangchi, langsa vuvu. Ne deydi o? Yoksa sen de başta değil durup da. Yurtta. Yo sallangchi, langlangchi, langsan vuvu. Onun da başka ma dükkanı yana iç sebeplik takım malı bütün to'liqlab bo'lishi mumkin, lekin işi kirsanglar, ay har qanday narsa chas supundamsizlar, jongdamsizlar, yotgan kapsizlar ish qilib turmush qilib har qanday narsa bor-ku. Ha, bak. Onun da başka yana başka içimlikdan bor-ku. Davomli nimni birlik ko'rib chiqib, ishini bir ko'rsatib topgan. Sacit